Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bu hayot tayyormisiz? Tayyorman deb o'ylayman. Joningiz sog' bo'lsin. Qarang, oilada muhabbat yo'qolganda oila qanaqa qilib saqlanib qoladi? Faqat bolalaringiz uchun yashashingiz mumkin. O'shanda saqlanib qoladi. Lekin menda unaqa narsa yuz bermaganligi uchun juda yaxshi bila olmayman-u, lekin chunki biz haligacha muhabbat bilan yashaymiz. Lekin muhabbat yo'qolgan oilalar o'zi uchun emas, farzand uchun yashash kerak. Oilani buzib yubormaslik kerak. Chunki farzand yetim bo'lmaslik kerak. Shunaqa bir-biridan muhabbat uzilmasligi uchun qanaqa maslahat berardingiz? Qanaqa yo'l tutish kerak shunaqa paytda bir-biridan sovib ketmasligi uchun? Birinchi o'rinda men o'zimdan kelib chiqib, xo'jayinimni hurmat qilaman, yaxshi ko'raman. Qanaqa vaziyatda bo'lsa ham yaxshi ko'raman. Chunki ular meni aytganimni qilsalar qilmasalar ham to'g'ri tushunaman. Lekin erkak kishi ham injiqliklarimizni ko'tarish kerak. Men ham injiqman, rosa injiqman. Ko'tarishadi, lekin erkakligimizni ko'tarsa erkaklar. Biz ham ularga nisbatan qancha siz bitta yaxshilik qilsangiz, ayol kishi rosa ko'p yaxshilik qiladi. Ayol kishiga nima deydi, erkak kishiga misol uchun oddiy gap bilan hali nima qilasiz-ku, lekin ayol kishi bir og'iz gap bilan hamma narsani unutadi. Masalan, men shunaqa. Xo'jayinimni hamma narsalarni bitta narsada unutaman. Shuning uchun meni konsertga keldim. Yo'lini biladigansiz. Yo'lini bilaman. Yo'lini bilaman. Yashashni yo'lini bilaman. Xudoga shukr. Oxirgi yoshlarimizga maslahatingiz? Yoshlar hamisha bir-birini hurmat qilsin. Hamisha bir-birini tushunsin, lekin yaxshi ko'rgan insoniga turmushga chiqsin. Onasi, otasi, boyligi, bir nimalarga uchmasin. Faqat yaxshi ko'rgan insoni, ho kambag'al bo'lsin, ho boy bo'lsin, ho yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, xunuk bo'lsin, chiroyli bo'lsin, sevgi, muhabbat bo'lsin. Boshqa hech narsa deya olmayman. Chunki men xunuk odamlarni ham, chiroyli odamlarni ham faqatgina mehr bilan yashasagina o'sha oila chiroyli bo'ladi deb o'ylayman. Ikkita chiroyli bo'lsa-yu, bir-biriga munosabati noto'g'ri bo'lsa, unda chiroyli hayot bo'lmaydi. Ayol kishining chiroyligi erkak kishining xunugi bilan zo'r ketaveradi. Joningiz sog' bo'lsin, rahmat.